kecha kuni mol bozorga chiqsam, bitta ola mol turibdi, Baxtiyor aka. Bu zoologiya kabinetidan o'g'irlab chiqqan ekan. Shu u sinovchi ozuvchi ekan u. Shu mol qanchalik ozishdi iloji shuncha ozdirgan ekan-da. Hali mol ko'sh qaytarishgan ham yaramas ekan. Suti bor deb qo'yapti. Suti bor deb qo'yapti uni egasi. U qoni bormi o'zi buni dedi. Bor bu nima bu desam mol dedi. Molni sifatidan chiqib ketgan-da. Aka 5 litr suti bor. Buni qoni yo'q dedim. Maramaydi dedim. Marashga aka quvvat olish. Bu molingiz dedim oyog'ini devorga tirab shu yarim marta marab olgan. Ya o'tirib. Marashini sut berishini qo'ying. Bu mol yotsa tuya oladimi dedim. Yo talpalda ko'tarib qo'yish kerak. Bittasi oldi uni shu 1300 so'mgami? Uyga olib borgan ekan, darvoza onasidan tomda hashak ko'rinib turgan ekan-da. Shotidan chiqib ketayotganmish haligi mol. Ya debdi, uyga olib kirib. Keyin hali ikmahal terit qilib boshqa qilib boqqanda, hali mol odamni ko'ziga qaray olmasmi, uyalgan. Bu shu yemishlarga yarasha xizmat qilyaptanmi-kin? Haligi mol-da. Hali odam har kuni og'riga borsa, shunaqa qulog'iga qo'shib olaveramishda. Nimaga bunaqa qilaveradi desa, uyalayotgan ekan. So'masa, uni paqirda olib tayyor qo'yib qo'yarkan, yuragini tashab, paqirda oyog'im bilan bunday surib qo'yarkan. Yaxshi bo'ldi degan ekan. Agar o'sha molga ilk mayl kunjiraversa, uyutib ham beradi. Bu molam 50 kilomi bo'lib qolgan ekan-da, u qolgan bola qo'ltiqlab chiqib ketdi-da uni. Bu yura olmaydi. Buni eng achinarlisi yonida bolasi ham bor. Bolasi ham bor. Uni o'sha o'zi Samarqandda ozdirib kelgan bo'lsa kerak, hali ozadigan joy bor-ku. Uyingda uni ozdira olmaysa-da, rahming kelib ketadi. Molam qaraydi, qilib qaraydi. O'zini hali stop kamera qilib yumib ochadi. Bunday qilish uchun ham quvvat kerak-da. Ko'zni shart yumib ochish uchun ham. Bitta boy-boy molni oldiga qo'yib qo'yibdi. Menga buni oldiga qo'ydingiz, katta molni oldi desam, uka indamak suyanib turibdi bu. Indamak dedi, suyanib turibdi. Yordamchi nima ekanmi? Ha, u sinovchi ozuvchi ekan u. Bu demak mashinalarga ham kecha falon nomerda. Komil qaynamadimi keyin? Biza biramizda ketaman shekilli. Yo, u mol unaqa yuradiganlar mol bo'lmaydi. Unaqalar novvoslar, hali bizni zotda novvoslardan bo'ladi. Shu 50 ga kirganda ham shoqi va mototsiklga bo'liga o'xshab o'zgarmaydi. Nechta tishi bor? Aka tish so'ramang dedi. Shuni olsa tomoqqacha tish bor. Bundan ham tish ketgan bo'ladi. Voy. Shuyda bir sadaf tish ham qotirib qo'ygan. Shoqmashimcha. 500 kilo yem yedirsam, tizillab ketadi. Olib kelsangiz, sho'xlik zo'r, semirmaydi. Bu eng yomoni mol to'shadigan hamma mashina nomerini ham. Bozorga olib boraman. Asrof nomeri nechita tuyog'im bilan shuni devorga osib. Kim u aravada yurmaydi, asrof oldida ketadi. Qarpetiga shuni tuyog'ini qo'yadi. Haydang aka shoh. Eng yomoni bozorda uni joyi ham bor. Boshqa novoz turgan. Ratishga suv qani deydi. Bu litsenziyasi bor bu. Meniki bu. Lekin novoz hech bo'lsa 2,5 million berib olib ketaman. Meni narxim shu. Chunki tug'ilgandan beri o'sha narxdaman. Juda san shu, olajakdi. Eng yomoni hech kim bolani ham qo'ymaydi. Shundan zot olmayin dedi. Oxirgi olgan odam otib tashab ketganda zotim ko'payib ketmasin. Ha, oxirgi olgan odam otib tashab turadi. Qo'shnimda bitta novoz bo'kiryapti, yevoldan. Shuna qarasam, shuna qaraydi, og'iz to'la tish. Shoq mashincha bo'lib ketgan. Og'il deyishiga ham yonboshlab ketadi. Kallasini oldim bir tomonini tiqib, keyin bag'ini tiqib. Shoq mincha dedi. Qo'shniga o'zi chiqib saltaq qildi. Mol tashiydi. Kilogramini ham biladi. Chunki uni 3 marta borganda bir martadan tarozi tortiladi-da bozorda. Taroziga olib chiqalaymiz, brat deydi. 300 kilo chiqaman, oshmayman. Bu nomosda bo'ladi ko'p. Masalan, jakimetimni ko'ring. Sog'im mol unaqa qilib bozor yurmaydi.
Hali molni qoni yo'q deysiz, taksi ko'zib qo'yganga o'xshaydi-da haligi. Uni suti bor deb reklama qilyapti. To'xtatib qo'ygan o'sha yerda